Assalomu alaykum do'stlar, obunachilar, kuzatuvchilar, internet foydalanuvchilari. Bugun men sizlar bilan, ya'ni Rockcraft kanalda yangilar pastga tushib, hoziroq obunani bosib qo'yinglar, like esdan chiqmasin. Bugun biz sizlar bilan top 3 ta mexanizmni ko'rib o'tamiz do'stlar. Yasimizda eng oson mexanizmlar. Qanunda go. Xo'p, bizga mana shunday qo'shuv belgisi deyiladimi, o'shanday joy kerak bo'ladi. Keyin bularga yon tomonlarga xohlagan bloklaringni qo'yishlaring mumkin. Xo'p, bizga slime blok kerak bo'ladi. Shu tarzda slime bloklarni ham joylashtirib chiqamiz. Xo'p. Keyin buni ustiga chiqib turib joylashtiramiz va buni qo'yib 3 ta slime blok qo'yamiz. 3 ta slime blok qo'yib oldik. Endi shu tariqa qo'yamiz. Ya'ni observer va yopishqoq pistonni qo'yib olamiz. Va shunday raketamiz tayyor bo'ladi do'stlar. Raketa menimcha zo'r chiqdi. Bunga xohlagandek bezak berishlaring mumkin. Qanunda go yurgizib ko'ramiz. Xo'p. Mana ketdi raketa do'stlar, ustida turib olishlaring mumkin. Mana shunday qilib, albatta mana bu slime blok ustida turmanglar, chunki bu sizlarni sakratib ketadi. Qanunda go keyingisiga o'tamiz. Xo'p do'stlar, ikkinchi mexanizmga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi mexanizmimiz samolyot do'stlar. Qanunda go samolyotni ham yasab boshlaymiz. Xo'p, qaysi tomonga qurishimizni birinchi belgilab olamiz. Va mana, xo'p. Yopishqoq piston, slime blok. Oddiy piston, slime blok qo'yamiz. Bu tomonga ham oddiy piston, slime blok qo'yamiz. Asosi tayyor, ya'ni mexanizmi tayyor. Endi qanotlarni qo'yib chiqamiz. Xo'p, birinchi qanot va chiroy uchun shundaydan qo'yaman. Ikkinchi qanot va mana. Ikkinchi qanot ham tayyor. Endi orqa qism, ya'ni bu joyda o'tirib ketsak ham bo'ladi. Xo'p, mana, mana. Lekin do'stlar, shu bilan tayyor deb o'ylamanglar. Yana bitta qism qolgan. Ya'ni bu joyda mana shunday qilamiz. Mana. Bunda, ya'ni siz bu yerda o'tirsangiz, buni boshqarasiz, yurishini ta'minlaysiz mana. Va mana ketdik do'stlar. Sekin ketaveramiz. Xo'p do'stlar, mana 3-chi mexanizm. 3-chi mexanizmda bizlar mini kar yasaymiz. Xo'p, bunda ketdik. Mini kar uchun bizga signal beruvchi yopishqoq piston va slime blok kerak bo'ladi. Xo'p, shunday tarzda qo'yib olamiz bularni. Va mana do'stlar, tayyor mini karimiz mini bo'lgandan keyin tayyor bo'ladi. Bunga qo'shimchalar qo'shishingiz mumkin, kuchaytirishingiz mumkin. Qanunda go qilib ko'ramiz. Xo'p, mana qaysi tomondan harakatlanishini xohlasanglar shu tomondan qilaverasizlar. Bu ikki tomondan ham harakatlanadi. Xo'p, mana do'stlar, xayr, like obunani bosib qo'yinglar, esdan chiqmasin. Xo'p, kommentariyada o'z fikrlaringni yozib qoldiringlar. Keyingi video nima haqida bo'lishini kommentariyada o'qib javob qaytaraman.